10-qirollik. Senga nima kerak? Haddingdan oshib ketyapsan. Senga hech kim qarshilik ko'rsatmasa, jang qilish mazada. Vendal qirolligining qo'shinlari ham bor. Ular jangsiz taslim bo'lishmaydi. Qo'shin jo'natib, seni majag'lab tashlashadi. Demak, hammalarini qirib tashlayman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Menga qara. Ko'ngling tilagan narsani so'rab beraman. Faqat Bintaundan darhol jo'na. Bintaun nima bo'pti? Biz 20 chaqirim atrofdagi qo'rg'onlarni bosib oldik. Bu hali boshlanishi. Men yarim qirollikni tortib olaman. Sen esa menga hech narsa qila olmaysan. O'zlaringiz ularni hech qachon topa olmaysizlar. Balki topar, sen qayoqdan bilasan? Agar biz ularni topa olmasak, bu alamli sharmandalik bo'ladi. Qirollarimiz eng jasur maxluqlarimiz. Men ularni topa olaman. Lekin yolg'iz o'zim tutishim gumon. Bizdan nima istaysan? Hamkorlikni. Uni qayerdan tutding? 15 chaqirim chinarda. Yaqindan degin. Sheriklari qani? Biz ularni o'ldirdik. Yolg'onchi! Osar! Biz axir kalla varamlarimizda hazrati oliyalar. Lekin kuchini tutib keldi. Tentaklar it menga qo'rqinchli emas. Menga asosiy xatar. Bu o'sha qiz. Har bir o'tgan kuning mehr muhabbatga to'liq bo'lsa, umr baxtli kecharkan. Hattoki u qisqa bo'lsa ham. Mening ismim Virginia. Men o'rmon chekkasida yashayman. Mana 10-qirollik haqidagi birinchi hikoyam poyoniga yetdi. Film Yoshlar telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Alisher Sa'dullayev. Filmga Mohira Nurmatova, Noila Toshkenboyeva, Farhod Aminov va Hojiakbar Nurmatovlar ovoz berishdi. Rejissor Rustam Qurbonov, ovoz rejissori A'zam Bahromov, muharrir Zafar Komilov.